Assalomu alaykum hurmatli fermerlar. Mana bugun 23-sentyabr kuni Zaxvarobod tumanidagi Sindarov xo'jaligining Forish yo'llari fermer xo'jaligi paxta maydonida turibmiz. Ushbu 20 gektarlik maydonga Xitoyning Xinglizo 57 g'o'zanavi yakka-qator 76 sxemada ekilgan. Hozirgi kun holatiga 1 gektarga o'rtacha ko'chat soni 180-185 tutni tashkil qilyapti. Mana bu shu ko'chat soni holatiga o'sha bizning Jizzax viloyati tuproq iqlimiy sharoitiga mos shu 57 novi o'sha 180-185 ming gektariga ko'chat soni yetishtirilgan hosilni ko'rib turibsizlar. Yetarli hosil olingan. Endi hozirgi hisob-kitoblarimizga ko'ra, bu yerdan kamida 50 sentner va 50 sentnerdan yuqori hosil olish kutilyapti. Mana o'zlaring ko'ringlar, yetishtirilgan hosil. Hozirgi kun holatiga kelib, mana ko'pchiliklarda e'tiroz bo'layapti. Ushbu nov to'g'risida ochilmayapti, kechki pishadi. Yo'q, mana bu yerda 95% o'sha ko'raklar, ko'chalar ochilgan. Yana xudo xolasa 4-5 kundan keyin birga mashin terim bilan terib olish kutilyapti. Kelinglar, hurmatli fermerlar, mana shu dalani ko'ringlar, o'zlaringga bir xulosa chiqarib olasizlar. Shuning uchun sizlarga taklif, shu 57 g'o'zanov ekilgan maydonlarda o'rtoqlar, terishga shoshilmanglar. Uzog'i bilan bir hafta, o'sha 4-5 oktyabr holatiga menimcha hamma maydonlarda 100% ochilishi kutilyapti. E'tiborlar uchun rahmat.